Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar My Business kanaldasizlar. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu kanalda yangicha pul ishlash yo'llari va shunga o'xshash yangiliklar haqida video ishlab chiqarib tashlab turamiz. Bo'lmasa videoni boshlaymiz. Bu videoda Gmail akkaunt ochishni o'rganamiz. Buning uchun telefonimizda Gmailga kiramiz va burchakdagi belgilar bilan ko'rsatib o'tay. Mana bu burchakda turgan joyga bosamiz. Xo'p, bu yerdan boshqa hisob kiritishga bosamiz. Google account. Bu yerda telefoningizda ekraniga qo'ygan kodlarni yozasizlar. Hammaniki har xil. Sazat accountga bosamiz bu yerdan. Для себя. Bu yerga ism familiyalaring real familiya ism shart emas. Shunchaki yozib qo'ysalaringiz bo'ladi. Misol uchun yozaylik Bahrom Akramov. Dalya tugmasini bosamiz. Undan keyin tug'ilgan yillaring, oy, misol uchun kun. Undan keyin jinsilar yozasizlar. Muskoy, jenskiy va dalya tugmasini bosamiz. Undan keyin sizlarga ikkita variant beradi. Misol Bahramov 603, Akramov Bahrom. Shunaqangi variantlar beradi. Agar shular ma'qul bo'lgan bo'lsa, shularni xohlaganini belgilab tanlashingiz mumkin yoki bo'lmasa Sazat o'zlaringiz yozishingiz mumkin. Misol uchun Akramov Bahrom. Dalya tugmasini bosasizlar. Bu Gmail band ekan, ko'rganinglardek. Birorta son yozishingiz mumkin. Misol uchun 202 qo'ysangiz, dalya tugmasini bosamiz va undan keyin parol so'raydi. Misol любой parol yozishingiz mumkin. O'zingizlar eslaringizda qoladigan parol bo'lsa, juda ham yaxshi, chunki bu juda ham kerak bo'ladi parollari. Misol uchun bizga akkaunt berishadi, yangicha akkaunt, misol CoinList deylik, Wirex akkaunt, shularga ulash uchun Gmail ochishadi va parolni yozishadi. Bir xillar esida qolmaydi. Esida qolmaganligi sababli bu Gmailga kirisha olmaydi. Agar nomer ulashmagan bo'lsa, kirisha olmaydi. Agar nomer ulashgan bo'lsa, kirsa bo'ladi. Xo'p, yozamiz Akramov. Birorta familiyalar ham bo'lishi kerak. Misol eslaringizda qoladi yoki bo'lmasa nomerlarning oxiriga 4 ta sonini yozishingiz kerak. Misol uchun 53. Dalya tugmasini bosamiz. Undan keyin nomer ulash bor. Agar nomer ulamasalaring, propustit tugmasini bosasizlar. Mana bu yerda turgan propustit tugmasini bossalaring. Mana bu yerda turgan propustit tugmasini bossangiz tashlab ketish bu. Yoki bo'lmasa nomer kiritishingiz mumkin. Mana do'stlar, Google akkauntimiz tayyor. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Hammaga javob beraman. Bundan keyin yangi proyektlar chiqyapti. Ya'ni bilganlar bo'lsa, CoinList, Wirex akkauntlar bor. Bu akkauntlarni ochib yaxshigina pul ishlasa bo'ladi. Shu akkaunt ochish haqida videolar chiqaramiz, xudo xolasa keyingi videolarda. Shuning uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Va keyingi videomiz Telegram orqali pul ishlash haqida bo'ladi. Bu Telegram orqali o'zim ham anchadan buyon ishlayman. Anchagina daromad qilsa bo'ladi. Shuning uchun sizlarga ham ilindim. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Undan keyin videoga like bosishni ham unutmang. Chunki rekomendatsiyaga chiqsa ko'pchilik ko'radi va qolgan odamlarga ham foydalanib tegishi mumkin. Ular ham shu orqali pul ishlasa bizga ham, ularga ham yaxshi. Misol uchun meni kanalim uchun yaxshi prosmotr, ularda endi cho'ntag uchun yaxshi. Hammaga rahmat ajratgan vaqtlaringiz uchun. Kanal opsiyasida Telegram yuzerimni qoldirib qo'yaman. Shu yuzer orqali bemalol men bilan bog'lanishingiz mumkin. O'zingizga qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa yoki CoinList, Wirex akkauntlaringiz bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Ishonchli o'zingiz sotasizlar. Hammaga rahmat.